Məxfi uruş. Abdori Robert Spalding. 6-cı bab Zamanəvi uruş. 5-ci torunun kəlgüsü. 2-ci qism. Amerika Dövlət Bexəterlik Komitetiga Amerika prezidentinin Dövlət Bexəterligi məsləhətçisi məsul boludu. Dövlət Bexəterlik Komiteti rəisinin, yəni prezidentinin Dövlət Bexəterligi məsləhətçisinin işxanası Ağsarayның qərbi tərəfində. Onun qol astidagi Dövlət Bexəterlik yığını əzalarını öz içiga alğan əməldarlarning hech qaysisi Ağsarayның g'arbi tarafiga joylashgan Eisenhower ma'muriy xizmat binosida ish bajarmaydi. Ya'ni burun prezident ma'muriy xizmat binosi deb ataladi. Sizning tasavvur qilganingizdek Dövlət Bexəterlik Komitetida mutaxassislar ko'p bo'lib, ularning ba'zilari O'rta Sharqni, ba'zilari Rossiyani, yana ba'zilari Yevropani, ba'zilari bo'lsa Yevro qurollarini tadqiq qiladi. Bu mutaxassislarning hammasi o'zining tadqiqot sohasini eng muhim deb qaraydi albatta. Buningdan men mustasno emas. Agar Dövlət Bexəterlik yığını növbətdəki ən muhim krizisqa көңіл bilishi kerak bo'lsa, undaqda Amerika uchun növbətdəki ən çoğ dövlət bexəterlik təhdidi Daesh emas, yoki islom aşqınları emas va yoki Rossiya prezidenti Putin emas, balki Xitoy. Xitoyning yer sharidagi 5G to'rining yetakchisiga aylanib olishi xatarning eng yomonidir. Shunga men Amerika Dövlət Bexəterlik Komitetining buni to'nib yetish uchun butun kuchim bilan tirishdim. Afsuslanarligi shuki, Dövlət Bexəterligi Komitetining ichki mexanizmi sababli men o'zimning Xitoy strategiyasiga bo'lgan tushanchamni Dövlət Bexəterlik yig'inining markaziy masalasiga aylantira olmadim. Oqibatda men vositalik yo'l bilan Xitoyning Amerika Dövlət Bexəterligiga elib keladigan tahdidiga diqqat tortishga urindim. Urushsiz g'alaba qilish nomidagi leksiyalarni tashkillab, Dövlət Bexəterlik yig'ini a'zolarining hammasini buningga taklif qildim. Bu jarayonda men iqtisodiy urush, siyosiy urush, uchur urushi va bir pay o'qotmay turib dushmanni yer tishiltadigan qonuniy urush, ya'ni bu xil urushqa qonunsizlik qalpig'i kiygizish tas. Chunki u to'limi maxfiy qatorliq urushlar haqida leksiyachilarni taklif qilib, leksiya o'rinlashtirdim. Har qitimliq leksiya 45 minutlik asosiy qismdan, 20 minutlik savol-javob qismdan va 45 minutlik erkin muhokama qismdan tashkil topdi. Tunji qitimda 2013 yil e'lon qilingan Xitoyning sanoat josusluqi nomli kitobning yozuvchilaridan biri bo'lgan nopozliq Xitoyshunos James Malvinon apandini leksiya so'zlab berishga taklif qildim. Bu qitimliq leksiya nihoyatda dog'dug'liq bo'ldi, hamma o'rin to'shib ketdi. Trump hukumatidagi Xitoy siyosatiga qiziqadigan amaldorlar bu leksiyaga ishtirok qildi. Yig'in oxirlashganda ko'pchilikning munoziralari texmi qizib ketdi. Leksiyaga qatnashgan Xitoyni kuzatuvchi ishtirokchilardan biri harbiy strategiya mutaxassisidan birini mushuk eyiqqa quchoq ochquchi, ya'ni Xitoyparast deb ayblab urushib ketdi. Bu Dövlət Bexəterlik Komitetida oson ko'riladigan ahvol emas. Men janjalni besiq turib, normal kayfiyat yaratish uchun o'rnimdan turib, xulosa so'z qildim. Ko'pchilikning kelganligiga rahmat aytdim va o'zimning ikki xil fikrimni tuvandagi shaklda o'tirib qo'ydim. Oldi bilan biz shuni tushunishimiz kerak. Bizning dushmanimiz bu zalda emas, balki bizning dushmanimiz bizdan 6000 ingliz mili yiroqlikdagi Xitoydir. Ondan biz hammamiz mas qilib etildik. Xitoy haqida hech nimani anqira olmaydigan darajada mas bo'ldik. Biz bu jihatda qanday qilishimiz kerak? Leksiyalarga ko'plab ishtirokchi qatnashdi, nihoyatda zo'r ta'sir qo'zg'adi. 2018 yil tuzilgan Dövlət Bexəterlik strategiyasi planining tuzilishida Xitoyga qarta siyosat belgilashimizda va 5G to'ri strategiyasini bekitishimizda mushu xildagi bir qator leksiyalar ijobiy rol o'ynadi deb qarayman.
Keyin mənbəşçi torunun Amerikadakı kelgusi tərəqqiyatına münasibətlik bir əslatma tüzüşkə başladım. Bu əslatmamda mən 5G toru qurilishinin savdo yoki texnologiya masalasi emas, davlat bexatarligi masalasi ekanligini ta'kidladim. Bu əslatmamning markaziy ideyasi Amerikaning 5G torining bexatarligini qo'g'dishining Xitoyning Amerikada ta'sirini oshirishda va yomon g'arazlik harakatlarni to'sishda muhim rol o'ynaydiganligini, 5G tor bexatarligini qo'g'dash davlat bexatarligi va erkinligi uchun nihoyatda muhim bo'lg'achqa, bu Amerika hukumati o'ttirg'i chiqib boshlamchilik qilishi zarur bo'lgan bir xizmat ekanligini ta'kidlashdan iborat edi. Bu əslatmada yana simsiz aloqa jihatda top satquchi bo'lish planim tunishtirilgan edi. Bu jihatdagi planim Amerikaning harbiy tori kanalini shaxsiy shirkatlardan biri bilan o'rtaqlashib, mazkur shirkatni bexatar 5G tori qurishga va uni asrashga mas'ul qilish, ondan uni yakka setish mulozimati bilan shug'ullanadigan shirkatlarga ta'min etish edi. Bu usul başdan başlap bexatar bo'lg'achqa, texmi kuchaytgandan keyin uchur aloqa kasbdoshlarning uningga ishtirok qilishi va tor bilan ta'minlanishi kapolatga ega bo'ladi. Shundaqla aloqa ul muassasalarining mukammalligiga kapolatlik qilg'ili, yanama ilgirlagan holda Xitoyning telegraf bozorida birinchilikni egallab olishga xotima bergili bo'ladi. Mening taklifimda hukumat qurib chiqadigan 5G tori Eisenhower davridagi davlatlik yuqori suratlik yo'l planiga selishtirma qilindi. Yuqori suratlik yo'l planining maqsadi Amerika harbiy qismining qurol-yarog' va boshqa turlik uskunlarning, shundaqla yordam buyumlarining Amerikaning har qaysi joylariga ravon yetkazilishini kapolatga ega qilish edi. Bu plan keyingi chaqlarda Amerika uzun yo'lliq to'shish kasbining maydonga kelishiga turtki bo'lgan edi. Biroq necha milliard Amerika dollari sarf qilingan bu cho'ng qurilish planining maqsadi ul aslaha qurilishini va davlat bexatarligini bosh nishon qilgan edi. 5G munbirimo yuqori suratlik tosh yo'l qurishga o'xshaydi. Bu yerda faqat telegrafning yuqori suratlik tosh yo'li quriladi xolos. Mening bundaq selishtirma qilishimda tarixdan fakt keltirilgan bo'lsa-mu, bu plan ko'plagan jihatlardan to'limi radikal plan deb qaraldi. Bundaq deb qarg'uvchilarning asosiy xabar aloqa kasbi Amerikada butunlay shaxsiylashgan bo'lib, bu xil ahvolning davomlashayotganligiga bir asrdan oshganligi. Necha milliardlik bu qurilishga davlatning aralashishi butunlay erkin savdo prinsipiga xilof bo'lganlikdan bundaq planning qoyil qilish kuchining mavjud emasligi edi. Darvaqa bu planim e'tiborga ilinmadi. Amerika hukumati davlatlik muhim kasblarga qo'l tiqdi va boshqurdi. Amerika aviatsiya kasbi cho'qim federatsiya aviatsiya boshqarish idorasining boshqarishi va talabini qabul qilishi kerak. Chunki bu idora Amerikaning havo bo'shliq huquqiga mas'ul. Atom reaksiyasi shirkatlarimi cho'qim Amerika yadro kuchi boshqarish hay'ati tarqatgan ijozatnoma va tekshirishga erishishi kerak. Buningdan sirt Amerika yemak-ichmak va dori boshqarish idorasining dori materiallarining davlat ishida bozorga selinish yoki selinmasligiga qaror qilish huquqi bor. Federatsiya hukumati hatto sutning bahosiga aralashadi. Aviatsiya, yadro kuchi, yemak-ichmak va dorigarlik sanoati qatorliq bu 4 soha faqat o'zimning esida qolganlari bo'yicha berilgan misollar. Bulardan sirt nurg'un sohalarni misol qilishga bo'ladi. Shunga hukumatning davlat bexatarligi uchun 5G torining qurilishini nazorat qilishi oshirayotganlik bo'ladi deyish haqiqatan qamlashmagan gap. Chunki bu hukumat qilishga tegishlik ish. Men erkinlikka moyil birining deydiganlarini dedim. Mening taklifim boshqalar tarafidan taratqularga oshkorlangan bo'lib, buni kimning qilganligini bilmayman, lekin bu taklif qattiq hujumlarga duch keldi. Hatto Amerikaning cho'ng telegraf shirkatlaridan biri mening idoramdagilarga meni ishdan bo'shatib uchun besim ishlatganligi qulqimga yetdi. Bu xabar darvaqa rost edi. Men dal shu haftasi yuqorining vazifasi oxirlashdi degan qarorni topshirib oldim. Men Amerika Davlat bexatarlik komitetidan qo'g'landi qilingan edim.
mening davlat bexatarlik yig'inini o'yg'itish xiyolim, Amerika bexatarligini qo'g'dashdagi tirishchanligim mana mushu xil shaklda yo'q chiqdi. Bir tarafdan davlat bexatarlik yig'inidan ayrilish uncha cho'ng ish emas edi. 2018-yili Prezident Trump imzo qo'ygan davlat bexatarlik strategiyasiga 5G to'ri to'g'risidami ko'rsatmalar kirgizilganligida mening tuhfam bor. Biz davlat miqyosida bexatar 5G to'rini qurib chiqish orqali Amerikaning raqamlik ul muassasalarini taraqqiy qildiramiz. Mana bu 2018-yildagi davlat bexatarlik strategiyasida o'rin olgan 5G to'riga oid bayonlardir. Men yana davlat bexatarlik komitetining Xitoyning maxfiy urushiga bo'lgan hushyorligini oshirishida muvaffaqiyat qozondim deb o'ylayman. Mening nishonim ko'pchilikka Xitoyning bizga qaratgan maxfiy urushini tushuntirish edi. Chunki Xitoyning maxfiy urushini tushunish yaxshi siyosat belgilashning tunji qadami hisoblanadi. Yana bir nuqtadan qaraganda, hech kim o'z xizmatidan majburiy yo'sinda ayrilishni xohlamaydi. Bu hol odamni teriktirdi. Ishning eng qo'rqinchli tarafi bo'lsa, davlatga 20 necha yil sadoqatmanlik bilan ishlagan mandak birining shirkat korxonalarning vaqtliq manfaati uchun davlatning uzoq muddatlik bexatarligining qurbon qilinishi badaliga ishdan bo'shatilishi edi. Bu Amerikada doim uchraydigan ishlardan biriga aylanib qoldi. Bu xil ahvol cho'qim o'zgartirishi kerak. Davomi bor. İngilizcedən Hikmətyar İbrahim tərcüm qildi. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 17-ci sanıdan ilindi.